odamlar, harakat qilinglar, xarajat qilib qo'ydik. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana biz tayyor darvozalarimizni YouTube kanaliga qo'yib sizlar uchun arzonga beramiz inshaalloh. Mana ko'rishingiz mumkin Dubai fason pechat darvozamiz. Iyniga 3, balandligi 3,5. Joyingizga tushib qolsa tayyor. Vodiy ichi bo'ylab 5 million so'mga olib o'rnatib beramiz. O'zi aslida 6 million so'mlik darvoza bo'ladi. Sizlar uchun aksiya bo'lib ketdi bu hamma darvozalarimiz. Xudo xolos Dubai fasondagisi. Mana buni qarang, tepasi ochiq bo'lsin. 3x3 darvozamizga to'rtburchak high-tech stilda ochiq bo'lsin deganlarga. Bu ham 5 millionlik darvozamiz. Sizlar uchun 4 million so'mga beramiz. 3x3. Hop, bu darvozamiz iyni 3,5, balandligi 3. Hop, bu darvozalarimizni tag qismlari shveller bo'ladi. Yondagi darvozamiz 3x3, yangicha high-tech formadagi darvozamiz. Bu ham shtampovka darvozalar. Nejavekalar bor, o'ziga xos xudo xolasa. Hop, aloqaga chiqsani, joyingizga tushib qolsa, vodiy bo'ylab xudo xolasa bir kunda olib o'rnatib beramiz. Bu ham 5 millionlik darvoza sizlar uchun 4 million so'mga obunachilarimiz uchun aksiya qilib qo'ydik. Ko'rishingiz mumkin. Mana hamma darvozalarimiz xudo xolasa sizlar uchun aksiya chiroyli qilib beramiz. Hop, mana yana bitta high-tech formadagi neoklassik darvozamiz. Iyniga 3,5, balandligi 3,70. Tag qismlari shveller, pechatlar hammasiniki bir-ikki bo'lgan. Hop, tepalari ochiq, tag qismlari shveller bo'lgan. Mana bu hozirgi kunda ketgan darvozamiz. Skrovniy holatdagi pechatimiz bu ham. Iyniga 3, balandligi 3,5. Buni ham tag qismlari shveller. Bu ham 6 million so'mlik darvoza. Sizlar uchun 5 millionga vodiy ichiga qolgan joylarga o'zimiz yo'l kirasiga aloqaga gaplashamiz. Murosa qilamiz inshaalloh. Mana bu darvozamizni ko'rishingiz mumkin. Bu 3,5 ga 3,5 variant. Mana 3,50 ga 3,70 bo'yi baland bo'lib qolibdi deganlar uchun ataylab sizlar uchun. Iyniga 3,50, balandligini ham 3,50 qilib qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Hamma shtampovka darvozalarimiz tayyorlarini sizlar uchun mana shu o'zdan beramiz. Og'ir zakaz qilsani kelishilgan holatda yasab beramiz, xudo xolasa. Hop, mana bu darvozamiz high-tech, polni to'rtburchakda, mana oralarga nejavekalar yopishtirilgan, buni profillari ham qalinda bo'lgan. Iyniga 3,5, balandligi 3,60 lik darvozamiz. Ozmoz kichkina bo'lib qolibdi-da demaysiz. 3 dan chicha o'shiq, ko'ryapsizmi? Buni ham tag qismlari shveller. Buni ham sizlar uchun arzonga vodiy bo'ylab, arzonga olib o'rnatib beramiz. Mana akaxonlar, mana buni ko'rishinglar, nima farqi bor buni deyishinglar mumkin. Men nejavekani yo'qtirmayman, yaltir-yultir kerak emas deganlar uchun mana bez nejaveka. Mana hech qaytiga qo'yilmagan. Eshiklarni ham ataylab chekka qismga qilib qo'yilgan, devorga chekka, menga o'tdi bo'lmaydi deganlar uchun. Bu hammasi sizlar uchun. Bu ham metrallari qalin, chiroyli bo'lgan. 3,5 darvozani tepa qismiga o'rtaga kichkina qilib rishotkalarni qilib qo'yganmiz. Ixchamgina mazza. Hop, bu 3,50 ga 3,50 holatdagini mana polni nejavekaligi bu. Ko'rishingiz mumkin, juda chiroyli chiqqan. High-tech uslubda buni eshiklari o'rtada, taglari shveller bo'lgan, pechatlari qalinda bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Hop, bu oxirgisi, bu 3,5 ga 3,5 darvozamizni 3 ga 3,5. Buni o'rtasini o'ziga nejaveka qilib qo'yganmiz, chiroyli qilib. Chiqib ketganda bemalol sochlaringizni tarab, xotirjam ertalab shoshilib chiqqanda ketaverasiz. Buni mayda joylarda nejaveka yo'q, faqat o'rtasida bu. Bu shtampovka darvozalarimiz. Shtampovka darvozalarining nimaga arzon deyishingiz mumkin. Yana arzon sifatsiz deb o'ylamani. Hammasiga oldi orqasiga devor kraska sepilgan, gruntovka обязательно sepilgan. Hammasini tag qismlari shvellerda bo'lgan. Hammasini vodiy bo'ylab ustunovkasi bespilotli olib borib o'zimiz o'rnatib beramiz. Siz faqat joyingizga tushsa yo'qdi desangiz bo'ldi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasiz bemalol. Bu hammasi shtampovka darvozalarimiz edi. Mana endi bu yoqda hammasi listli, high-tech, chiroyli, qalin darvozalarimiz. Sol bo'lsin deganlar. Hop, 2025-yil trendga chiqqan skrovniy variantdagi 2x2 fason diplomat darvozamiz. Akaxonlar, mana ko'rishinglar mumkin. Bu zakaz omalaki, buni sota olmaymiz, xafa bo'lmaslar. Egalarga iltimos qilib ozgina videoga ushab qoldi xolos. Iyni 3,25, balandligi 3,60 bo'lgan darvozamiz. Bu zakaz bo'lgani uchun eshigi chapda bo'lgan. E'tibor bersanglar, bozorda chapga bo'lmaydi. Faqat o'ng tomonga bo'ladi, ishimiz o'ng bo'lsin degan maqsadda. 1,8 lis 2 qavatda bo'lgan. Ikkita yon tag qismlari shvellerda bo'lgan. Ikkinchi qavat listlar gipkada egilgan. Xudo xolos bularga listlarga обязательно gruntrovka sepiladi. Bularni so'rash ham shart emas.
ishcham narx-navoz kelishilgandan keyin bo'ldi. Bugun kvadrat metrini 1 million 100 mingdan 1 million 500 minggacha olibdi. Kelishuv asosida. Xo'p, afsona-pason darvozamiz juda chiroyli bo'lgan. O'rtalarga qora jentralarni qora kraskalarni sepib, laklarni sepib, yo'llarni matviy qilib qilingan 2 qavatli. Bu bozorga tayyorlaganmiz. Biz aslida buni kvadratini 1 million 500 ming, 1 million 400 ming olinadi. Iyni 3,5, balandligi 3,5, joyingizga tushib qolsa mo'g'oda 1 million 50 ming so'mdan voriy ichi oborib o'rnatib beramiz ustanobkalari bilan. Juda chiroyli holatda. Bu yana bir qavat deb o'ylamadi. Bu ham 2 qavatda bo'lgan. Orqasi ham 1.8 lis, oldi ham 1.8 lis. Xudo xolasi ko'rasiz, yo'qsa chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Mana skromniy variantdagi darvozamizni sizlar uchun bozorga ham ataylab, klientlarimiz uchun, obunachilarimiz uchun ko'ring deb. Iniga 320, balandligi 350 holatda. Tayyor 2 qavatli 1.8 lis. Buni aksiya qilamiz deganda qilamiz hammasiga. U faqat pechatka qilish ekan deb o'ylamani. Listlikni ham shu darvozamizni 1 million so'mdan shu obunachilarimizga joyingizga tushib qolsa, vodiy ichiga o'rnatib beramiz. 1 million so'mdan yo'q bozorda, ko'rishingiz mumkin. Mana buni qarang, mana buni Samarqand pason hashamatli, kimga gul yoqadi, kimga tikon. So'g'at ochilib yopilishlarini qarang. Tayyor bozorga. Iyni 320, balandligi 3. Bez nalishni, yonida nalishniklari yo'q buni, shuna holatda sotiladi. Zakaz qilsana nalishni qilib beramiz. Bu kishini shumkalar qilingan. Alohida zamonlarga ham e'tibor berasiz, gullarga. Bu kishini 1 million 350 ming so'mdan vodiy bo'ylab oborib, o'rnatib ustanobkalarni qilib beramiz. Chiroyli holatda. High-tech uslubdagi yangicha bir xillikdan zerikallar uchun iyniga 3, balandligi 320 bo'lgan. Xohlasangiz tepalarni yopib beramiz, xohlasangiz ochiq holatda qilib beramiz. Bu ham aksiyada 1.8 lis, 2 ta yon, tak qismlar shivellar 1 million so'mdan berib olamiz. Mana haqiqiy aksiya, polni mana shu yerdagilar aksiya. Zakaz qilsan, endi kelishamiz. Kelishuv asosida materiallarga qarab qilib beramiz. Lekin bu ko'rsatganlarimiz hammasi qalin materialda bo'lgan. Yana misol kelib ko'rib tekshirib olasiz. Eshik alohida bo'lgan 3,5 ga 3,5 darvozamiz bozorga skromniy holatda. Bu klientimiz endi hamma har xil ba'zilar shikalarni xohlaydi. Shuning uchun tayyorlab qo'yganmiz. 2 kun vaqt o'tadi. Gruntovkalarni sepib, mana sifatlarini men ko'rib qo'ying mana. Tayyor. Gruntovka sepishdan maqsad ham kraskani yaxshi ushlaydi, ham komkostlar bo'lsa bir qator qarab, siz istagan rangni sepib beradi. Sizga mokri yo'q edimi, shikalar yo'q edimi, bemalol kelasiz, menga shu razmer tushdi, rangini mana bu holatda qilib bering desangiz tayyor qilib qo'yganmiz. 2 kunda sepamiz, 3-kunga olib o'rnatib beramiz. Chiroyli qilib joyingizga. Mana bu darvozamizni ko'rishingiz mumkin. Skromniy variantdagi darvozamizni mana bu yerdagi 2 ga 2 larni yo'qotib, dila qilib olganmiz bu yerlarni ham 2-chi qavat qilib. Dilalarga ham ahamiyat qilasiz bu yerga, xudo xohlasa, zinali bo'libdi. Bu sotuvda 1 million 300 ming, 1 million 350 ming so'm kvadratini o'ltganmiz. 350 ga 370 tayyori avtomobilning shumkalar qilingan. Bu darvozamizga. Buni 1 million 100 ming so'mdan xudo xohlasa sizlarga beramiz. Aksiyada. Chiroyli qilib. Mana bu darvozamiz listli, bir qavat darvozamiz. Soqqali fasondagi darvozamiz. Iyni 370, balandligi 370. Eshigi o'ng tomonda. Ko'rishingiz mumkin. 2 ta yon, tak qismlari shivellarda bo'lgan, past qismlariga ham soqqalarni qo'yilgan. Bir qavat qilingan, lekin mana 15 lik truba kvadratda ishlangan. Anjon chaspoq qo'yilmagan parash narsa. Ertaga chirib ketmaydi bu. Ishga javob beramiz inshaalloh. Ko'rishingiz mumkin. Buni aksiyada sizlar uchun 900 ming so'mdan vodiy ichi olib o'rnatib beramiz. 900 ming so'mdan listli darvozamiz. Xudo xolos 370 ga 370. Razmeri esdan chiqarmani. Tushishiga shoshilib qolinglar. Eng arzonlar bizda faqat. Biz O'zbekiston 12 ta viloyatdan tashqari qo'shni davlatlar, Qirg'iziston, Tojikistonga ham ishlarimiz bor. Kelishgan holda mana ko'rishingiz mumkin. Shu darvozamizni ham Tojikistondan zakaz qilishgan, inshaalloh tayyor. Upakovka holatda qilib chiqarib olamiz. O'rnatib olamiz deyishsa o'rnatib olishadi, yo'qmasam chiqib o'rnatib beramiz. Kelishuv asosida SNG davlatdagilar ham aloqaga chiqishingiz mumkin. Okaxonlar, mana darvozamizni ko'rishingiz mumkin. Bu oddiy-ku, nimasi bilan farq qiladi deyishingiz mumkin. Bu oddiy, kimga qanaqa yoqadi? Siz joyingizga qarab yasab beramiz, o'zimiz zakaz qilib, zakaz afzalligi nimada ko'ring. Bitta butun darvoza.
Bir tomonga bitta qanot bo'lib ochiladi, bitta butun darvoza. Jo'y shunaqa, nima qilaylik? Klient xohishi biz uchun qonun. Biz klient xursand qilish uchun ishlaymiz. Oshiq-moshiqlarni ko'rsang, qalinligini qarang. Bitta qanot splashni ochiladi, shunchaki qilib qo'yilmaydi. Oshiq-moshiqlar ham zakasnoy bo'ladi, tepaga ikkitadan, pastga bittadan. Ko'rishingiz mumkin. Biz klient uchun ishlaymiz, sifat uchun ishlaymiz. Mana alkoholli, beskraska holatdagi darvozamizni ko'rishingiz mumkin. Zakaz qilsani, albatta suvalkadan chiqqan holatda chaqiramiz. Nima sabab? Kelib ko'rasizlar, listda ulug' bormi, yo'qmi, qanaqa list ishlaydi, bizga qora list deb turib, oq list ishlatib qo'ydim deyishingiz mumkin. Mana zinalarni e'tibor berishingiz mumkin. Bu 2 qavatda bo'lgan, qora list 1.8 list ishlagan, profillar 8 ga 4 bo'lgan, cherpi aylantirib, force qilib kesilgan, e'tibor berishingiz mumkin. Tayyor darvozamiz, bu ham bozordagi 390 ga 370 holatdagisi. Bu ya, buni ham abzorlarni qo'yamiz, xudo xolasa, joyingizga tushib qolsa, o'rnatib beramiz. Eshiklarni mana ko'rishingiz mumkin. Listlarni mana, yonlarni mana, suvalkalarni o'rnini ko'rishingiz mumkin. Chaqlanmagan, tozalanmagan, tayyor holatdagisi. Mana forslarni kelishini ko'rishingiz mumkin, choklarni. Profillari ham qora bo'ladi, listlari ham qora bo'ladi. Xudo xolasa zakaz qilsangiz, sizga bu suvalkadan chiqqan holatlarni manzilingiz uzoq bo'lsa Telegram orqali tashlab berib turamiz. Shpekulovka qilib, najdalab, gruntovka sepilgan holatini tashlab beramiz va siz bilan kelishgan holat, sizga yoqqan rangi aytganingizni sepib beramiz va tashlaymiz. Ko'rasiz, yo'qsa oborib o'rnatib beramiz sizga. Yeni zakaz qilib qo'yganman, olishga majburman degan narsangiz yo'q. Yo'q edi, xudo xolasa keyin uyingizga borib uстановка qilib, eshikni ochib olasiz, chiroyli qilib, yaxshi kunlarga ishlatadigan darvozalarni yasab. Shtampovka darvozalarimiz ham mana shtampovka darvozalarimiz ham choklarni mana polni quyib chiqiladi. Ba'zi joyda ko'rishingiz mumkin, tochka olib qo'yarkan deysiz. Mana shu holatda bo'ladi, beskraska holatda. Bu holatdan chiqadi, sinchotka, chaq, tosh, toza 646 so'llarda yuyiladi, mana yo'qlar qoladi deyshadi. Bularni yuvib, bularga ham gruntovka sepib, keyin kraska sepiladi. Hamma ish jarayonlarini sizga ko'rsatib bo'ladi, zakazga qilsangiz. Cho'chimasdan zakaz qilaverasiz, xudo xolasa hammasiga javob beriladi. Ko'raverasiz. Xorma aka. Salomat bo'ling. Qanaqa ishlar bo'ldi hozir? Hozir biz avtomobilni shumka deb aytamiz, klientlar bilan dogovor holatda qilgan narsamizni avtomobilni shumkani ko'rsatamiz. Avtomobilni shumkaga mana saqich uchli, qalinlikdagisi 1.5-2 qo'yishadi. Bu uchligi, ikkili list avtomobilni shumka. Mana e'tibor bersangiz, ichki shumkadan oldin ichiga kraska sepilgan. Hop. Sepilmagan holat sepilgan mana. Mana bunisi mana shumka yopishtirilgan holatda. Bir xilda ikkili list. Ancha farq qilar ekan-da. Shumka, avtomobilni shumka, shunisi bilan shumka. Oddiy shumka deyilsa mana, oddiy shumkaga darvozaning o'ziga shumka yopishtirilmaydi, orasi dang'illamasligi uchun penoplast pok qo'yamiz xolos, faris holatda u ham. Bu ham ovoz bermaydi lekin. Bu mana bu darvozamizni ko'rishingiz mumkin. Suvalkadan chiqib, kraska jarayonida. Bu zakazga qilingan. Mana bu chetidagi zekanizlarni video davomida ko'z borishganlar bilishadi, oq qo'yishadi mana. Mana bundan oq. Palash metaldan. Buni biz yo'qotdik mana zakazno. 1.5 listdan, qora listdan qilib egdirib, ertaga qora list, kraska tashlamaydi, yo'qlama bo'lmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Zakazga ishlab chiqildi, 6 ga 4 profillar qalin, 1.8 list 2 qavat bo'lgan. Darvozamizni eni 350, balandligi 280. Shuni hisobiga oddiy bo'lib qolmasinda qanotni o'ziga panjara qilib berganmiz. Gul. Gulli orqasiga mana poltushkasi bor. Gulli orqasida poltushkasi bor. Mana. Hop, xohlatsa, misol ochiq xohlashmasa yopib qo'yishaveradi. Poltushkasidan. Orqasidagi bu eshigi darvozani, ichidagi darvoza bu. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, sifatli darvoza, kazirok, zina gullari, deraza panjaralar kerak bo'lsa, shu pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Biz bular shu darvozalarimizni oddiy o'ylab ustonovkasi tekin dedik, lekin O'zbekiston 12 ta viloyatiga, SNG davlatlarga kelishilgan holda olib chiqib o'rnatib beramiz inshaalloh. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.